Voy adasi, Dubaydan oyog'imni qo'limga olib uchib keldim o'zi ham. Rostdan ham siz menga va'da qilgan villa shaharcha loyihasi tayyor bo'ldimi? Bilaman, juda ham shoshilinch chaqirdim, lekin bunga arzigulik sababi bor. 6 oy avval men sizga va'da qilgan o'sha Dubay uslubidagi villalar shaharchasi loyihamiz bor edi-ku. Xo'sh. O'sha tayyor bo'ldi. Qurilish ishlarini esa xohlasangiz ertagayoq boshlab yuboramiz. Rosa xursand bo'lib ketdim, to'g'risini aytsam. Chunki Dubaydagi mahallamni Instagramga qo'yganimda ko'pchilik havas qilib, buncha chiroyli uyingiz, buncha chiroyli villalar bor ekan Dubayda deb havas qilib yozishgandi. Va ba'zilar xafa bo'lib, biz qayerdan ham u yerlarga borardik? Bunaqa villalar qimmat bo'lsa kerak, ham uning ustiga uzoq deyishardi. Ana endi Dubay villalarini O'zbekistonda taqdim qilaman va bu meni shaxsiy loyiham bo'ladi. Hamma joyi o'zim xohlagandek qilaman. Chiroyli gullar, daraxtlar, bagi mashinalar xuddi Dubaydagi bo'ladi. Hammasi aynan siz xohlagandek Dubay uslubida bo'ladi. Landshaftlari, qulayliklari, hammasi. Oy, juda zo'r. Shunda umumiy nechta kottejlar tushyapti? Qarang, umumiy loyiha 10 gektar yer maydonida bo'ladi va u yerda taxminan 300 dan sal ko'proq kottej va mana shunaqangi townhouse'lar bo'ladi. Juda yaxshi. Nomini Shahzoda Village deb qo'yamiz. Ana. Bularni shunaqa deyishingiz yomon emas nom, lekin joyni relyefligini hisobga olib biz nom qo'ydik. Qanaqa? Imorat Hills. Zo'r. Mayli, roziman. Bog'cha maktablari bor, lekin bilasiz, bu narsaga jiddiy qarayman. Oyis qarang, o'zi 300 ta oila yashaydigan katta shaharchalarida maktab, bog'chalar shart emas. Buni ustiga u bizga ortiqcha xarajat. Bilasizki, Dubaydagi o'sha katta shaharchalarida ham maktab, bog'chalar loyiha chetida va bolalarni odatda avtobuslarda tashishadi. Endi hamma onalar ham bolalarini ko'z oldida bo'lishni xohlashadi, uzoqqa berish xohlashmaydi. Shu qulaylikni ham qilib berib qoling endi. Yo'q, siz shunchaki oxirigacha eshitmadingiz. Ushbu loyiha O'zbekistondagi eng premium klassik loyiha bo'lish uchun biz loyiha hududiga xususiy bog'cha, maktab, 600 o'ringa mo'ljallangan sanatoriy, yozgi va qishki basseyn, avtoturargohlar va shunga o'xshagan qulayliklarni mujassam. Bundan tashqari, loyiha yonida 40 gektarlik botanik hudud mavjud. Voy, yaxshi, lekin narxlari Dubaynikidek 1 million, 2 million dollar emasmish qilib? Yo'q, narxlari unaqa qimmat bo'lmaydi, lekin aniq narxlari va sotuv shartlarini Xudo xohlasa 8-fevral kuni 20:00 da bo'lib o'tadigan jonli, demak, taqdimotimda aytib o'tdim. Onlayn taqdimotda qatnashish uchun profilim shapkasida ko'rsatilgan link orqali hoziroq yopiq Telegram kanalimga obuna bo'ling.